Şakirov oğlu jirliginde yaşayan Küptek Mirceyit oğluna bir küp kişiler kildik. Biz seni yaratağız, seni kolluk yaratar. Çünkü sen türlü millet halkın ayırmayacak. Ne bu zalda birbirimizni dostlandırıp, onlar bilen tanıştırıp, ilimizin tanışlığı için Ülnes Tatar halkının mınlı yılların yıllar, yaşlar çocuklar, onlarına yol itiresin. Bizning ilimizde yurtçılar bir küp, 500'den artık yurtçı var diler. Bilge gaybat, onlar yurtlab işlep yaşaylar. Ama lakin her birisi üzerinin hünerini ko'rsatirga tirishadi sahnada. Mana men televizorlardan ko'rib da, anda oltin baliq premiyasini olish uchun komissiya belgi qo'yadi. Lekin senga belgini qo'yib bo'lmaydi. Chunki sen o'qib olgan belgida tugul bu Alloh Taolo tarafidan berilgan sabab, Alloh Taologina senga belgini qo'yadi, ham tomoshachilar qo'yadi. Senda eng buyuk belgi. Namus güçlü. Men shuni ko'rdim. Bir sahnada chiqqan vaqtda oltin baliq premiyasini olgan vaqtda sen yulduz kabi otilib chiqmading. Eng birinchi birga ishlagan yurtdoshlarining darajasini ko'rsata bilding. Godiyliging bilan sen xalq oldida g'urur ham kishilikli bo'lib qolding. Kishi bo'lib yashash uchun, kishilikli bo'lish uchun eng birinchi kishi bo'lib qolish kerak. Sening Alloh Taolo bergan sanatingni, namusingni elektr energiyalar chinakina qorata olmaslar. Çünkü sen bugungi kunda Boshkiriyani atqazondan jo'shqatar. G'urur Tatar xalqining buyuk jo'shqasi Ilhom Shokirov kabi olar yo'ldan atlovchi yigitimiz, G'urur Tatar xalqining buyuk jangovachi. Sen şuay, ilimizning turli millat xalqin do'stlandırıp, ilimizning tinchligi için Ülnes Tatar xalqining jig'larini jig'lab yashasan edi. Sening qanchlikqa tanda kelirga yotsin edi. Sen amin, baxit, salomatlik, uzun umr, qayg'u hasrat ko'rmicha turmushingda motor itirib, tanda xalqimizni yo'l itirsan edi. Sen 21-asrning sanduqachi. Vadi olur. Men desema, chan bereni bakatında ishgan ekanlar. Tatarstanning at qadrlanchi yer sovchisi,